Mana shunda ko'rinib turadi, to'g'rimi? Videomizni ko'rib turishadi. Mana shu yerda obuna, kimdadir podlista deganga tug'iladi, qora, to'g'rimi? Shuni bitta yozib qo'yishsa Abbosga. Ha? Shunday mana bosib, hammasini bosib. Endi mana shu videomiz Akalar qo'y bilan qo'yni noyobi, echkin noyobi. Aka buni chiqaradi o'tgan safar. Chiqaradi. 2 kun oldin. Aha. Telefon qilsa aka telefondan ko'tarmayapti. Ko'tarmaganman. Ko'p kishi telefon qilgan, 1000-2000 odam. Yana chiqaryapti. Buni uka Andijon Izboskonga sotgandim. Hop. Bir hoji bobomizga sotgandim. Aha. O'g'limni ishda 150 ming, 200 mingga kartaga tashlab bergandilar uka. Aha. Biz uni qayta tashlab yubordik. Pensiyasini olishilma, pensiyasini olishgan endi o'zlarini konfet yeganmi? Bizda kamama chiqib qopti. O'g'lim olib kelib nasiyaga tashlab ketavering dedi. Endi mayli 1 million nasiya bo'lganda ham hech narsa emas. So, yana hammasini nasiyaga noto'g'rida. Hammasi endi ularga buni qadriga yetishmayapti. Yana qadriga yetganlarni telefonni ko'tara olmay qolyapman. shunday. Lekin bu noyob bu, haqiqiy noyob. Xudo xolasa buni qulog'ini ko'ring. Quloqlarni ko'ring. Agar qo'yda bo'lsa Mana, bormi? mana. Hozir bir piyola suti bor, lekin jinday qarov qilib turib, mana bolasi emdiryapman uka. Mana buni qarang. Bu uka noyob ekan uka. Zotini Bu Pokistonnikidan bu. Pokistonda yetishsa bu. aha. Buni sherigini samolyotda olib kelishga 3 ming dollar Pokistondan. 3 ming dollar. Rostda buni bitta bola men ish qo'zib qilgandim. Bir yil berishdi buni bir akamiz. Shuni men bundan asli foyda qilganim yo'q. Foyda qilmasdan turib bir buni obunachilaringizni mana shunaqaga qiziqtiryapman. Ishqibozchilikka. Ha, buni 50 ming, 100 ming, 200 ming foydasini nima bor shu ishqibozchilikka mana shu narsadan uylarda qilinsin deyapman. Jaydar echkini olsin-da buni bolasini qo'shishadi. Qo'shsa mana shu rivojdan ketadi. Nima gap bu? Shunaqa. Bolasi ham urg'ochi. Erkak bolasi. Ha, bolasi. Nabarot erkak bo'lgan zo'rda. Buni 10 echkisi bo'lsa, buni qo'shsa shundan nima bo'ladi-da? Zot ko'payaveradi. Zot ko'paysin deyapman. Mana. Shunaqa uka. Buniki 4,5 millionga beraman uka. Aha, 4,5 millionga beraman uka. Bu ham joy strashniy bas sotishga. Prosta uka mana uyda yem deyapti uka, boshqa qilyapti. Keyin buni bitta narsasi zo'rki, uka. Bitta narsasi zo'rda, mazza qilib 50 ta 60 ta qo'yib ketyapti, oldida boshlab ham yuribdi uka. Mazza men uyga taniydi-da, o'shuning uchun jastrashniy emas, lekin ashaddiy obunachi bo'lsa, buni mazza qiladigan bo'lsa, masalan bu defizit bu. Murakkab. Shunaqa to'g'ri. Bu noyob degani. Hozir masalan buni bolasini emdirmasdan xaltasini tutib qo'ysam, bir peladan sut beraveradi. Lekin bu suti ham 40 dardga davo deydi. Lekin bir yildan keyinga Xudo xolasa bitta tug'dirib turib-ku. Tug'dirib turib chiroyli qilsa, bu birinchi tug'ishda, ikkinchi tug'ishga yelinlari ham, so'skalari ham zo'r bo'ladi. Ha, hali qo'zdan yetishgan-da. Birinchisi, endi birinchi tug'ish. Mana shu bolasini birinchi tug'ish. Birinchi nima ekan? 4,5 millionga millionga dastlabkini qilib beraman, xohlagan joylariga. Endi bunga keladigan bo'lsak, uka Abbosjon. Bunga keladigan bo'lsak, buni liniyasi uka, o'sha nimadan uka? Bunaqa o'sha qirg'iz zotidan uka. Hop. Bu uka, mana qarab turing. Bu bolani emizdirib ham eti qurib qolmagan. Bir xillar nima qilyapti uka? Qo'shma qilib svarka egizlar chiqaryapti-da uka. Yasayapti. Bizniki ashaddiy, mana bu qarang. Mana bu ikkitish. Ikkitish 4-chi chiqaryapti. Bu o'tgan yil ham ikkita tuqqan bo'lgan. Bu mana Xudoga shukr, bu yil ham ikkita tug'ibdi. Bu yil ham tug'ib qo'ydi. Mana shu ikki bolasi ham sog'liq. Bolasi ham sog'liq uka. Buni ham qarab turing. Men zakaz bo'yicha egiz qo'yib kelib beraman, bir akamiz Qo'qondan ekanlar. Telefon qilishadi. Qo'qonmi, Farg'onani, Badilidanmi? Aka egiz qo'yib kelib bering degan. Bu akamiz nomerini topa olmayapman. Menga bu qo'ydi, egiz qo'ydi o'sha aka uchun olib kelgandim. Avvalambor aka nomerini chiqarib o'shancha videoga qo'yyapman uka buni. Ko'rsalar, aloqasi qiladi. Ko'rsalar aloqaga chiqishaveradi uka. Buni qancha qilib beramiz aka? Buni uka qochirish kerak yo'q uka. Hop. Endi 6 millionga egiz qo'yib bor, 5 millionga ham egiz qo'yib bor, 4 millionga ham egiz qo'yib bor. Qo'y bor. Bu birinchi tug'maga, ikkinchi tug'maga bu qo'y. Hop. 6 yil mazza bolasini oladi. Bola enaga 7 yotibdi. Bunga hali 8 million, 7 million emas, 6 million 700 ga beraman uka. 6 million 700 6 million 700 so'mga dastlabki qilib beraman. Lekin 6 millionga ham qo'y bor obunachilar, 5 millionga ham bor. Qo'y bilan qo'yni farqi bor. Biz bu qo'yga tish-pish solmaganmiz. Bir xilga tish ham solyapti-da qo'yga uka. Yo'q. Tish solyapti uka. Bizniki tish solmaganmiz bu qo'yga. Yosh qo'y. Yosh qo'y o'zi ashaddiy o'zini o'sha Xudo taolo yaratgan tishi bilan turibdi bu. Buni tishi uka. Bir xilga ham turibdi. Ha, bir xilga men voqea guvohi bo'ldim, tish ham qo'yar ekanda uka. Endi eshitdim. Ya qo'yar ekan o'xshabadi. Meni uyimga kelgan odam tosh cho'ntagiga tosh solib kelsin. Hamma qo'ylarimni tishini deb urib ko'rsin-da. Boshqa joyga borsa ham shunaqa olib olsin, cho'ntaklarga tosh solib olsin. Nimaga desiz? Urib ko'rsin. Tish tushib ketyapti ekan uka. Barakasini. Uka 6 million 700 ming. Barakasini bersin mana.
6 million 700 mingga kelar ilk ishchi Mana variantida mana. Hali boshqa ko'rasizlar akalar, bo'lmasa keyingi partiyamizga biz o'tiramiz.